Salom bolalar, sizlar bilan futbol boshlaymiz. Hamma komandani ko'rsatib beradigan. Mana Jamoatson o'ynaydi. Nurda Muhammad Salah Manurda. Anada Ronaldo. Manda Hasan. Sharhlab bermayman. Bersang sharhlab. Sharhlab berardim. Ko'ryapsizmi? Hammasini Virts'da top attı dostlar. Virts tezkor gol bo'lishi mumkin. 52 daqiqa Salahda va tezkor gol dostlar. Bu final harakat qilamiz dostlar. To'rt Palmerdan yangi sharhlovchi keldi. Shu finalga hozir keldim. Ozgincha kechikdim. Virts'ga qolamiz to'p va zarba gol. Yok. Ishonmadim shu ishga. Ikki marta darvoza to'siniga tegdi. Ikkinchisida ham tepdi Salah, birinchisida ham tepdi, ikkinchisida ham tepdi Salah. Salah yaxshi o'ynamoqda. Fernandesga to'p tushib qoldi. Oldi Enrique'dan to'p olindi. Fernandes tezkor hujum bo'lishi mumkin. Bruno haliyam Grealish to'pni olib qo'ydi va Salahga tashladi. Salah Virtsga hujumga o'tdi va gol Enrique Pedro Palmer Casado Pedro'dan to'p olindi. Tezkor gol yana. Pushkalamadi lekin uzoqqa 9-likka do'stlar. Fernandesdan to'p olindi. Yugurdi Enrique, gol urgan futbolchi. Salah ham gol urgan futbolchi. Zarba gol. Gol yana 9-lik. Yana o'sha Muhammad Salahdan yana o'sha faqat o'sha nuqtaga chap oyoq bilan tepmoqda. Pushkaladi. Koft Palmer o'ynolmayapti. Cholba Pedro Neto to'p olindi va Salah yo'q. Salah ozgincha tayyorlanish kerak ekan. Ozgincha. Salahda to'p. Salah hujumga, Salah gol. Yo'q. Robert Sanches'dan ajoyib seyf. To'pni oldi Salah. Virtsga tashladi. Virts. Gol dostlar, Virts. Virts. 5-0 Liverpool. PSJ'ni hatto yutolgan komanda Chelsea PSJ'ni yutolgan komandani bugun 6-0 yutib ketmoqda. Salah qo'yaylik. Pushkaladim pushkalamoqda. Va faqat o'sha nuqtaga o'ng oyoq bilan, chap oyoq bilan hozir 8lik kiribdi. 9lik bilan Salahdan do'stlar. 85-daqiqa o'tmoqda. Palmerdan Hernandesga tezroq o'yin ko'rsatish kerak.
Virs yana to'pni olib qo'ydi. Pas va offside. Offside. Mama yo'q. Qo'shimcha daqiqalar qo'shilib bermaydi. Bilasiz, Van Dijkga birinchi to'p tegishi. Ungacha Virs bilan Salohda to'p bo'ldi. Pushka gol yo'q. İnanmıyorum. Gol. Endi men boy bo'laman. Endi men boy bo'laman, sen gol yeymading. Men boy bo'laman endi. Mamardashvili Alissonga hattoki to'p tushgan. Tasavvur qilyapsizmi? Van Dijk bir marta tegindi o'yin bo'yicha. 90 o'yinda bir marta to'pga tegindi. Mashinaga tegdi. Ishonibsanmi? Ichiga tegdi. Shuni uch yerda. İşte bu soruyu seçtik o zaman. Ne konuşmadaymış dostlar. On beş, 16, 7. Tamam. Dostlar, sizlarga yangilik aytmoqdaman. Hech kim bilmasin. Eshityapsizlarmi?